Assalomu alaykum, Chorvoshqibozlar 18 avgust Andijon Sharqon Cho'jamol bozorida syomkalarimiz bo'lyapti akalar. Semental ishqibozlariga sementalimiz bor ekan, egizak ekan akalar. Bittasi novvoscha ekan akalar. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi egizak ekan akalar. Ikkalasi ham novvoscha. Egizak ekan akalar, ikkalasi ham novvoscha. Hasan bir xil ekan jonivor. Polvon ekan o'zlari, oq quloq, oq tumshuq. Oq kiprik ostilari ham hamma yo'q joyda ekan akalar, yoshidan so'raganlarga. Narxini nech pul deyapti aka? Aka narxini nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz aka? 90 million savdo qilishdi. Akalar 90 million savdo qilibdi, 90 millionga berilmayapti ekan akalar, egizakchimiz. Molimizni sifatiga gap yo'q janob. Oynaga sotganga beraki bersin. Semental ishqibozlariga 90 million so'm savdosi bolasi bunajin variantida. Aka nechinchi bolasi? Nechta suti bor? Aka siz so'radingizmi mendan? Ko'rib video Chiqarsa bo'lmaydimi? Bo'lmaydimi? so'rab olammi yoki o'zga olaveramiz? Olsa bo'lmaydimi? So'rab olish kerak. Navbatdagi ona bola sigirimiz, obunachilar, o'zimizning sigirlardan kuchligidan, baquvvatidan so'raganlarga, yoshidan, ikkinchi bolasi xunajin ekan akalar. 37 million so'm savdo qilyapti akamiz, bermayapti 37 millionga. Keling voy bozor. 37 million so'm savdo qilishyapti, berilmayapti akalar. Molimizni sifatiga gap yo'q. Bola xunajin ekan, bir hafta 10 kilo ekan jonivor. 37 million savdosi qo'yadi. Qani nech pul savdo qilib, nech pulga bitar ekan akalar. Sizlar uchun maxsus video. Ustiga yurak sotaman deb. Navbatdagi shivetimiz bor ekan. Nechinchi bolasi aka bu? Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi novvos ekan akalar. Nechta suti bor hozir bu? Bola bolaga. Nechta suti bor aka? Azi bola. Suti nechta? 10 litr sutga 10 toshiq ekan akalar, 10 taga beramiz deyapti. Bolasi novvosida shved shaydolari. Bola ham yoniga kirib qolibdi akalar. Molimizni sifatiga boshqasiga gap yo'q. Oq quloq, oq tumshuq. Ostilari ham hamma yo'q joyida ekan. Aka nech pul deyapsiz? 60 million so'm kami bor ekan akalar. Nomer beraveramizmi aka? Aka? 2 kilo, 4 kilo ekan. 2 kilo ekan jonivor. Aka nomer beraveramizmi? Nechilik? 87lik. 983 0290. Dastlabkilarni qilib beraveramiz aka. Saqavichib shaydosiga. Hamma yo'q. Bir hafta sinovmi? Bozoringizni bersin aka. Akalar, hayvonimiz serob. Bu qanaqa aka parodasi? O'zimiznikimi? Akalar, navbatdagi ola sigirimiz bor ekan. Nechinchi bolasi aka? 6-chi bolasi xunajin. Novvosmi? Nechta suti bor aka? Akalar, yangi tuqqan 6-chi bolasi ekan. 15 litr sutga. Yeb ichishdan joni sog'. Yuvosh-a? Akalar 15 litrga beramiz deyishyapti jonivorni. Astlari hamma yo'q joyida ekan akalar. Narxini nech pul deyapsiz aka? Narxini? Ha? O, akamiz savdo qilyapti. Nech pul savdo qilyapti? 27 million savdo bo'lyapti akalarimiz. Mana akamiz savdo qilyapti ekan. 6-chi bolasi novvos. 27 million 15 litr sutchi savdosi bo'lyapti akalar. Savdosi qizigan joyda. O'ylangiz, baraka bersin. Navbatdagi shvetimiz bor ekan akalar. Yo 4-chi bolasi yo 5-chi bolasi. Bolasi novvoscha variantida akalar. Oq quloq, tumshuq. Shvet shaydolari uchun. Nechta suti bor aka?
53 milyon savdo bo'lyapti. 53 milyon bo'lyapti. 43 milyon. 43 milyon. 43 milyon so'm savdo qilyapti aka. Ostlari hamma joyda. Savdosi qilgan joy. 43 milyon so'mga berilmayapti akalar. Hayvon serob akalar. Qadam bosgani joyi yo'q. Nechta savdo qilishyapti aka? Navbatdagi sigirimiz mana savdosi qilgan joydan akalar. Birinchi bolasiga bolasi novvos ekan akalar. 43 milyon so'm savdo qilyapti. Molimizni ma'lumotini olib berib boramiz akalar. Birinchi bolasi molimiz kichkina bo'lmasa ekan jonivar. Karobkalari butun ekan, to'rt burchak. Sifatiga gap yo'q ekan. Yoshidan so'raganlar. Mana 3 milyon so'm savdosi bo'lyapti. 43,5 milyon oling deyapti, 43 milyon so'm aka beryapti. 500 ming so'm talashyapti akalar. 500 ming so'mga berilmayapti. Sizga 43,5 ming beraman. Biroq bir so'm kam yo'q, 44 kamiga sotmayman deyapti. 500 ming so'm talashyapti. Molimiz hamma joyda. Sifatiga gap yo'q. Yoshidan so'raganlar akalar. Akalar navbatda ona bola shvetimiz bor ekan. Bolasi novvoscha ekan akalar. 10 litr sutga deyishyapti. Yeb ichishiga tarijoni sog'ligiga, yuvvoshligiga yuvosh deyishyapti. Bo'g'oz masmonasi. Ha, bu ham sizdan. Bunisi narxi nech pul? 50 milyon so'm kami bor deyapti akalar. Bolalari pachka ekan janovar. Bolasini sifatiga gap yo'q. Bunisi birinchisigami aka? Xunajin. Birinchi bolasiga xunajin ekan. Suti nechta bunisini? 7 litr sutga beramiz deyishyapti akalar. Bunisini ham suyagi butunagan jonivar, ostilari bunday torroq ekan jonivar. Stolroq variantlar ekan. Buni nech pul? 38 milyon so'm kami bor ekan bunisi aka. Savdo qildim aka mollarni? 44 qildim. 44. 44 milyon so'm, 32 milyon so'm savdo bo'pti akalar. Nomer beramizmi? Ah. Nomeri yo'qmi? Sotilib ketadimi? Bozoringizni bersak. Akalar, navbatdagi ola sigirimiz savdosi bo'lyapti mana. Savdosi qilgan joydan savdo qilganini qo'ying aka, syomka qilib deganlarga. Ostilari hamma yo'q joyda ekan jonivar. Nechinchi bolasi ekan aka? 3-chi bolasi. Bolasi xunajin ekan akalar. 3-chi bolasiga 10-12 ta sutga. Yeb ichishiga, sog'ligiga behijolat deyapti. Hoziroboddan 33 milyon savdo qilyapti akalar. 33 millionga berilmayapti. Oboddan savdo qilyapti. 33 milyon so'mga berilmayapti akalar. Molimiz sifatiga gap. Yaxshi variant. Sog'ib ichaman deganga maza qilar akalar. 3-bolasi ekan. Bozorni bersa. Akamizning savdosi pishib qolay dedi. 500 ming so'm talashyapti akamiz. 500 ming so'm talashyapti. Akalar, navbatdagi ona bola molimiz savdo bo'lyapti akalar. Birinchi bolasiga ekan. Sifatiga gap yo'q, molimizning ostilari hamma yo'q joyida ekan. Karobkalari butun ekan. Molimiz ko'tvoshda ikkisi ekan. Aka, bolasi nima buni? Bolasi nazi variant. Akalar, qo'li butun, yoshidan so'raganlarga, sigir qilaman deganlarga. Bolasi gibrid ekan-a? Bolasi mana akalar 1 hafta 10 kun ekan jonivar. Ustga to'ygan variant. Hoji aka nech pul beryapsiz? 39 million savdo bo'lyapti akalar. Birinchi bolaga, sifatiga boshqasiga gap yo'q. 39 million savdosi qilyapti. Bering hoji aka, sog'ib ichadi. 39 millionga. 40 million so'm deyapti akamiz, 39 million savdo qilishyapti. Ustiga yuying sotaman deyapti. 1 million talashyapti. Molimiz sifatiga gap yo'q jonivar. Mana shvetimiz baraka bo'pti. Sog'ib ichgan olibdi akalarimiz 46 million so'mga baraka bo'lgan joyda akalar. Bolasi xunajin. 8 kilo ekan jonivar. Olganga sotganga baraka bersin.
Baraka bo'ldim aka. Besh pulov aka barakasi. 4 million so'm baraka bo'lib sigirimiz haligi. Ona bola sigirimiz akalar savdo qilyotdi deydi. 44 million so'm baraka bo'libdi akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Navbatdagi ona bola sigirimiz bor ekan akalar. Ola paroda sut kuchlayman deganlarga akalar. Molimizni boklariga qaranglar, jonivor ostini qaranglar, ostini. Do'mbaro bo'lib ketdi, do'mbaro. Hozirga nechta suti bor? 25 litr sutga beramiz deyishyapti akalar. 25 litr sutga beramiz deyapti. Bu joyda ekan jonivorimiz. Bolasi nima aka? Onajon bolasi. Bolasi, xunajin ekan akalar. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasiga 25 litr sutga deyapti. Molimizni korobkalari butun, sifatiga gap yo'q. Ostilari ham bomba akalar. Sog'ib ichaman, sut ishlayman degan odamga yaxshi variant. Narxi nech bo'lyapti aka? Narxi 50 million deyapti. 50 million. Sodasi-chi? Ha? Sodasi-chi? Savdosi 40 million teparog'ida. 40 million tepasi savdo bo'lyapti. Xudo xolasa sog'ib ichaman deganga sotamizmi? Dastlabkilarni qilib beramizmi? Necha nomer beramiz? 91lik. 91lik. 284 284 2077. 2077 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bir hafta sinov bilan 25 litr sutga beramiz, yetkazib beramiz deyishyapti. Sutga ishlaydigan odamga yaxshi variant akalar. Boki nima deyapti boki? Kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lishni unutmanglar akalar. Sizlar uchun mehnatdamiz. Qo'llarimiz serob. Olganga sotganga baraka bersin, hojiga bozoringizni bersin. Bo'g'oz ishqibozlariga akalar, bo'g'ozimiz bor ekan, shved bo'g'ozimiz 3-bolasiga 5 oylik bo'g'oz ekan akalar. Nechta suti bor aka? 10 litr sutga yeb ichishiga, sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti akalar. Dastlabkilarni qilib beramiz deyapti. Molimiz kichkina mol emas akalar. Sifatiga boshqasiga gap yo'q. Yeb ichishiga, sog'ligiga hamma yo'g'i joyida deyapti. 10 litr sutga 5 oylik bo'g'oz ekan akalar. Narxi nech pul aka? 50 million so'm kami bor ekan akalar. Savdosi bo'lyaptimi aka? 41 million beryapti. 41 million so'm savdo qilyapti akalar. Qiziqqaniga beramizmi aka? Sado aka sotilib ketam, bozoringizni bersin aka. Qisir sementalimiz, xunajimiz baraka bo'libdi 36 million so'mga akalar. Qochmagan variantida. 36 millionga baraka bo'libdi akalar. Bu nima bo'ldi aka? 58 millionga olibdi akalar shvedimizni. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi novvoschi ekan akalar. 58 millionga baraka bo'lgan joydan. Bolasi ham pachka ekan akalar. Savdosi bo'lgan variantda. Molimiz yosh ekan. Hozir oyoq qo'li but ekan jonivor. Olganga sotganga baraka bersin. Aka bu bo'g'oz nima bo'ldi? Sotildimi bu? Ha, sizniki emasmi? Obunachilar, navbatdagi sigirimiz savdo bo'lyapti. 48 million so'm savdo qilishyapti hozir. Hojatamiz, hojonamiz soqqon olamiz deyishyapti. 48 millionga berilyapti akalar. Bolasi sementalaga akalar, sementalga qo'yilgan deyapti. Bolasi xunajim variantda. Ostilari hamma yo'q joyda ekan. Tutamlariga gap yo'q mol. Aza sog'ib ichadigan jonivor bor ekan. 48 million savdo qilishyapti akalar. 48 millionga berilmayapti. Olganga sotganga baraka bersin akalar. 55 million deyishyapti. 48 million savdo qilishyapti. 48 millionga berilmayapti. Obunachilar, semental ishqibozlariga 6 bosh bo'g'oz sementalimiz chiqibdi akalar. 5 oy 6 oylik bo'g'oz ekan akalar. 5 oylik aka. Sifatiga boshqasiga gap yo'q. Bolalarimizni korobkalari hamma yo'g'i joyida jonivor. Semental ishqibozlariga emas. Bitta gibridi bor ekan akalar. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta ekan. Narigisi boshqa ekan akalar. Men 6 ta debman, narigi boshqa ekan. Nech puldan deyapsiz aka bular? Xil aka. Akam Qo'yoq beradi suyu. ana. Qo'yoq suyu va 60 dan deyaptimi aka? 60 dan. 60 dan deyaptimi? 60 milliondan narx aytishyapti akalar. 5 oylikdan bo'g'oz. Ishqibozlar uchun. Hozir sigirimiz savdosi bo'libdi akalar. 64 millionga semental sigirimiz sotilibdi akalar. Bolasi novvoschiga 22 kunlik bo'ldi. 64 million so'mga. 59 millionga olib 5 million foydasiga beribdi akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Akalar, kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Like esdan chiqmasin akalar. Sizlar uchun mehnatdamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.